Bugun Malayziyada mani 192-kunim. Men bu joyga o'zi 2025-yil 26-noyabrda kelganman va mana hozir уже 5-iyun 192 kun bo'libdi. Va bitta narsani men angladimki, bu yerga kelib, men o'zi birinchi kelganimda bu davlatga 18 yoshda kelgan edim. Hozir 19 yoshdaman va hayotimning oldingi qismi, ya'ni 18 yoshimda tushunib yetmagan narsalarni shu Malayziyaga kelganimdan keyin 192 kun ichida tushunib yetdim. Va bunga asosiy sabab bu o'zimning hayotimga yaqinroqdan va yaxshilab e'tibor berganim. Bu yerga kelganimdan keyin meni oldimda o'rtoqlarim yo'qoldi, yaqin insonlarim, oilam, hamma tanish bilishlarim hech kim bu yerda yo'q. Va men majbur bo'ldim o'zimning hayotimga fokus qaratishga, ya'ni e'tibor qaratishga. O'zim bilan o'zim juda ham ko'p vaqt gaplashdim, juda ham ko'p yolg'iz qoldim. Bu yerda o'rtoqlar topishga qiynaldim. Даже hozirgi kungacha ham o'zim yolg'iz chiqib turaman. Deyarli har kuni desa ham bo'lardi. Va odam yolg'iz qolganida juda ham ko'p narsalarni tushunib yetar ekan. Ya'ni u o'zining hayotida nimalar qilganligini, nimalarga erishganligini, qatlarda xato qilganligini va nima qilish kerakligini tushunib yetar ekan va bundan keyingi hayotida har kuni ertalab turaman. Oilamsiz, do'stlarimsiz, hech qanaqa yaqin insonlarimsiz ertalab turganimda meni oldimga hech kim kelib choyini ichib olmaydi yoki otam meni kelib bag'rilariga bosib bugun kuning yaxshi o'tsin deb qanaqadir bo'lsam kichkina motivatsiya beradigan insonim ham yo'q. Va do'stlarim bilan bo'lsa munosabatlarimiz oldingidek emas. Ya'ni biz ular bilan oldin har kuni ko'rishardik va bu yerga kelganimdan keyin men deyarli o'zinglar bildinglar, aloqalarni deyarli uzib yuborganman. Faqatgina salom alayk haftasiga 1-2 marta bo'lsa agar. Ular ham o'zlarining ishlari bilan bo'lib ketdi, men ham o'zimning hayotim bilan ketdim. Va bundan xulosa qilsangiz bo'ladiki, siz bu yerga kelganingizdan keyin hamma narsa bu o'zingizga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni o'zingizni noldan yemishlaringiz, ovqatlanishlaringizdan tortib darslaringiz, o'zingizni eplashingiz, kasal bo'lmasligingiz, hamma narsa bu o'zingizga bog'liq bo'lib qoladi. Va eng bo'tta sizni yuragingizni ortadigan narsa, siz kasal bo'lganingizda oldingizga sizni oyingiz oldin har doim kelib turib, o'g'lim, senga kasal bo'lgan bo'lsang nima ovqat qilib beray deb sizdan har doim kechalari uxlamay xavotir olib, dorilar berib, sizga mehr berib, e'tibor beradigan, sizga e'tibor beradigan mana hayotingizda yagona inson oldingizda yo'q bo'lsa va sizga hech kim e'tibor bermasa, hayotingizning eng yomon kunlarida bu sizni shakillanishingizga va yanada kuchliroq bo'lishingizga bitta imkoniyat ekan. Va menda xuddi shu imkoniyat deyarli har kuni bo'lyapti. Agarda kimda kim chet elda o'qimoqchi bo'lsa, chet elda yashamoqchi bo'lsa, siz Instagramda yoki YouTube'da faqatgina eng chiroyli hayotlarni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni men o'zim ham sizlarga Malayziyada mana bloglarim bo'layotgan bo'lsa, sizlarga zo'r joylarini, qiziq joylarini ko'rsataman. Har doim pozitiv va eng chiroyli taraflarini ko'rsatib kelganman. Lekin bilasizlar, tanganing ikkinchi tarafi ham bor. Ya'ni hayotingizda hammasi ham, ya'ni har kuni ham siz o'ylaganchalik xursandchilik bilan va pozitiv, zo'r bo'lib o'tmaydi. Sizning hayotingizda yomon kunlaringiz ham bo'ladi, ichingizdagi dardlaringizni aytolmaydigan kunlaringiz ham bo'ladi va bu payt eng muhim narsa bu umid qilish. Ya'ni bizning hayotimizda juda ham ko'p yomon kunlar bo'lishi mumkin, lekin agar biz umidni saqlab qoladigan bo'lsak, biz bu to'sqinchiliklardan Xudoning yordami orqali albatta o'tib ketamiz. Shu va bu yog'iga yana qancha bu yoqda vaqtim qoldi, bu endi faqat Xudodan, bu noma'lum. Meni o'qishim noyabrda tugaydi. Noyabrda kelgan bo'lsam, ro'parasi 1 yil va men hozir o'ylayapman, bitta fikrga kelish niyatidaman, ya'ni anchadan beri Malayziyada qolaymikan yoki bu davlatdan yana boshqa davlatga ketsamikan yoki yana o'zimning ota-onamning oldiga, o'zimning hometownimga, ya'ni birinchi o'sib katta bo'lgan joyimga qaytsamikan. To'g'ri, Malayziya zo'r, menga yoqadi, bu yerda hamma narsalar zo'r. Lekin men sizga videoni boshida aytib o'tgan kamchiliklar bu nafaqat Malayziyada, butun davlatda bo'ladi. Lekin siz ko'nikishingiz kerak. 18 yoshdan keyin hech kim sizga hech nimani va'da bermaydi. Men shuni ham tushunib yetdimki, o'sha katta hayotga qadam bosdingizmi, o'sha siz hech qanaqa ota-onangiz yordamisiz, o'zingizni hayotingizni o'zingiz eplashga majbursiz. Bu muhim narsa emas, bu majburiyat ekan. Va hozir 19 yoshda bo'lsam, bundan keyingi 3 yillik hayotimni hozir tasavvur qila olsam agar, men shu turishimdan yana o'ylaymanki, yana ham aqliy jihatdan rivojlanaman va hozirgi darajamdan
yuqoriroq pog'onada bo'laman. Bu uchun o'zim astoydil harakat qilaman va to'xtab qolish yo'q. O'zimga o'zim va'da berganman. Muhimi o'zimni oldimda o'zimning xatolarimni tan olish. Mayli kamchiliklarim bo'lsin, lekin shu kamchiliklarni to'g'rilab hayotda yana oldinga qadam bosishda davom etamiz. Agar bu videoni mana ota-onam ko'rayotgan bo'lsa, do'stlarim ko'rayotgan bo'lsa, men sizlarni sog'indim. Men sizlarni har kuni o'ylayman. Sizlarni hech qachon esimdan chiqazmaganman. Va sizlar meni hayotimda juda ham katta rol o'ynaysiz. Men sizlarni sog'inganimdan yig'lagan kunlarim bo'ldi. Juda ham qattiq depressiyalarga, og'riqqa tushgan kunlarim bo'ldi. Chunki sizlarga men bog'lanib qolgan ekanman. Bu yoqqa kelganimdan keyin sizlarsiz meni hayotim avvaliga juda ham qiyinchiliklar bilan o'tdi. Va odam ko'nikadi, to'g'rimi? Kun o'tgan sari va oylar o'tgan sari ko'nikishga harakat qildim. Lekin bu qanaqa ko'nikish bo'ldi? Og'riqqa ko'nikish. Ya'ni menda har doim depressiya bo'lgan. Men sizlarni o'ylayman, sog'inaman, o'zimni eski hayotlarim va shu depressiyaga odam ko'nikar ekan va bu o'sha odam hayotida odatiy holga aylanib borar ekan. Shunaqa gaplar. Meni kuzatayotgan bo'lsanglar obunachilar, ozgina bo'lsa ham yuragingizda menga nisbatan qanaqadir mehr bo'lsa, Malayziyaga kelayotganinglar bo'lsa va meni videolarimni sizlarga yordam berayotgan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman va bitta narsani sizlardan so'rab qolaman. Kelishinglardan oldin yaqin insonlarga to'yib kelinglar. Ular bilan ko'proq vaqt o'tkazinglar va ularni oldilaridan iloji boricha uzoqlashib ketmanglar. Ya'ni mehr beringlar, yaqinlashinglar, ular bilan ko'proq birga bo'linglar, vaqt o'tkazing va bu yoqqa kelganingizdan keyin o'zingiz bilan o'zingiz vaqt o'tkazishga hali vaqt yetarli bo'ladi. Shunaqa. Sizlar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, hammanglarga kattakon rahmat. O'ylashimcha men fikrlarimni sizlarga yetkazib bera oldim. Imini shu 192 kun ichida nimalarni tushunib yetganimni, nimalar bo'lgani hayotimda va bundan keyingi hayotimda ham to'xtab qolish yo'q. Boya aytganimdek, sizlarga qo'limdan kelgancha hamma yordamni beraman. Ya'ni Malayziyaga kelganinglarga, kelguninglarcha o'qishlarga topshirib berish bo'yicha deysizlarmi, Instagramda bundan ham ko'p videolar qilib boraman va sizlarning hayotinglarni ozgina bo'lsa ham yengillashtirishga harakat qilaman. Ya'ni o'zim Malayziya nima Malayziya o'zi sizlarga shu to'g'risida tushuncha berib boraman. Meni kuzatishda davom etinglar va shu kungacha men bilan birga bo'lganlarning hammasiga rahmat. Bundan keyin ham birga bo'linglar, meni qo'llab-quvvatlanglar. Malayziyaga kelganingizda sizlar bilan nasib qilsa inshaalloh ko'rishamiz. Va keyingi video imini nima haqida bo'ladi? Menga Instagramdanmi, shu videoning tagida kommentda yozib qoldiringlar. Va iltimos like tugmasini bosib qo'yinglar, chunki menga bu kichkina mana shunday bosishlarning o'zi menga juda ham katta motivatsiya beradi va qanchalik ko'p menga meni ko'rayotganinglarni bildirsanglar, men sizlar uchun shunchalik qattiq harakat qilaman, mehnat qilaman, sizlar xohlayotgan narsani berishga. Bugungi video tugadi va keyingi videolarda ko'rishguncha hammanglarga kattakon rahmat.